Ma temburni o'zingiz yasadingizmi? Ha, yasagan tembir ma bu. Bunu sidamlar kimga? Ovozi Yo'q, yaxshi tembir, ishlak yo'q meniki. Ovozi nihoyat yaxshi tembir bu. Alganda qattiq ching ishlayotgan ishaklar bek ching ishlayotgan temburniki yuzlarga gayani tushtish bo'lgan. Men gayan temburni ko'rdim, yuzi tushib va sidam temburga tush yo'qga buning ikkisi farqini biring. Bunun farqi sazını qanchadan qancha isil yasalgan sazni bunun bir qadar hünerini jihroq sarf qilib bu nayti bek bununki tüşkide ve hech qanday hadas qolmay bek nim yasab ketib, zish yasab ketadi. Yasalgandan keyin ma jismlarninki sovuqdan tarayib, qiziqlikdan kengayish hadisininki sebebinden bazı esip qo'ygan yerda bazı shamol uchrayotgan chassil bilak daz ketishni oldini olish uchun bu sebepten bir ko'zi ko'rinmaydi qaraq bir yerga duta bo'lsinmi sata tembir qos bo'lsa bo'ladi bu omburga jingidek bir narsani chiltib turib bunda besib ko'rinmaydigan yerga bir tal ikki tal bital tushib qo'ysa bo'ladi. Favqulodda yuziniki putkich orliq bir tal bir yuchish bilan putib qolgan soz bo'lsa saqlanib qoladi. Nabat eğer hiç kandak tüşük didarı qolmay zit yasilib ketken sazılıp qalsa, aytaq havanınki ısıq soğuqlu uçurashqa yer özlükten dez gitdiği ahval kelib chiqadi. Muşni oldini olish uchun tekshirib ko'ringiz, ovozga faqat foydasi yo'q uning. Tuşun ovozi faqat foydasi yo'q. Faqat foydasi yo'q. Bu tashkilotning hech qanday foydasi yo'q, ziyonim yo'q endi narsa. Shuningga ondan sonra zidi qanday tashmisin bo'lgan qo'y. Tashmisin bo'ladi. Ammo mishadagi bir qism shularga havadagi bir qism keyingi ma'noga kelgan bir nimeninki xavf xatarni oldini olish uchun biror yan teshib qo'ysak bo'ladi bo'lmasa boshqani surat yo'q uni. Bundan narsa shuni teshib qo'yamiz. Ba'zan oddiyroq yasalgan sozninki o'zining u yerda ba'zan tushuk narsa qilib qolgan yerlar bo'ladi, uni tashmasa bo'ladi. Bir qadar men alohida yasalgan sozlarga ahamiyat berib har qanday ustalar qat ahmet bir saydı ona yasagandan keyin hech qanday tushuk o'rani qolmagan vaqt alqida ahvol kelib chiqadi. Shuni oldini olish tish bo'lsak bo'ldi. Ma bir apadi bechiling ha? Mana chaqmoqmizmi? Bazen tembir bunu. Ma sata ne baktık etmiş uçurdunuz bunu? Bunu ovozi taz yaxshi tepmaydigan bo'lib qopti deb mana shuning yuzini qayta qo'yish jihatini islohot qilib bu talablar soz qilish uchun shuni buni ichini ichib mana shuni mashg'ul bo'lib o'tirdim. O tepmaslikniki ovoz chiqmaslikniki sababi ne bo'lib ketdi? Bunun sebebi birisi baş kısım sel çonkur ketken. İkincisi baş kısım pek nepiz uyulup ketken cihazı şu avaz tepmeydi. Nepiz kılılığının bunun ölçümü, bunun çonkurluğu en çonkur degende 18 santimden çonkur ketmesi gerek. O yerde boz buludu. Boz buludu. Yüz kısmının kenarlığı iş kılıp
cho'ng deganda 21 santidan cho'ng bo'lib ketmasligi kerak. 20 sant atroflarida bo'lsa, mush atrofda bo'lsa bo'ladi. Cho'nqurligi eng cho'nqur deganda 18 sant, 17 sant atrofi bo'lsa, bosh qismini o'zi bek nepiz uyvasak ovoz tepmaydigan bok chiqib qoladi. Shu sababdan buni birsi ichining kengtalik, cho'nqur tezligini o'lchamda qo'yish kerak. Aniq siliqlik darsini yuqori ko'tarish kerak. Nima sizning siliqlik deganingiz teshining gapimi yo ichining gapimi? İçinin gibi. İçinin sılıqlığını intayin tekşi bek sılık qilish kerak içini. İçi nima? İçi ko'rinmagandan keyin bir qo'toqroq bo'lsin bu deyver. Unda qilsak ovozga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, oddiylar olsak o'zi bundaq tuz, siliq su oqadigan o'stangodan haliqi bir o'tchava o'sib ketgan haliqi suvning eqish nisbati nihoyatda ost eriq o'xshaydi. Buni mushunday misol qilsak bo'ladi. Ha, tushunish bo'ldi ekan. Şunu sazningki ovozini yaxshilash jihatda quruq uyning ichida gap qilsak, bizning tabiiy odam o'ltirib yotgan uydagi chiqqan ovoz o'xshamagan o'xshash bir gap. Bu jarang-jurung bek chiqqandek bunday tomga singib ketish ovoz bilan gapniki tabiiy anglab past chiqqan o'xshash narsa shuni tadqiqotini nihoyat yaxshi qilish kerak. Mani biroq bir siliq turdiğim altı. Buni endi ozroq siliq deb aytdik. Buni endi o'lchamga to'shmamda. Yo'q, to'shmaydi. Buni agarda silg'aytib, bek siliq bo'lib ketish orqali nipizlab ketib qolsa, ichiga yilim berish orqali ozroq qallashtirish kerak. Mashina qilmasak, mana Amirjakoy, bunda qolsak men ham undan siliqga siz bosh siliqni yana siliqlayman dedi. Yana siliqlayman, siliq qilib buni nihoyat o'lchamlik, bizning ko'nglimizga qilmasak ovozningki tip chiqishi nisbati yaxshi talab qilaylik bo'lmaydi. Qo'toqlishda chiqmaslik sabab qo'toq yeb ketamda ovozningki. Qo'toq jiq yeb ketmaydi, lekin bu haliqi siliq bo'lgandan ovozniki bunda qaytishiga intayin aktiv ta'sir ko'rsatadi. Qo'toqniki bujaklik g'orgil chiqqan yeri ovozni qonqitib hamda. Ta'sir ko'rsatadi. Cho'qim siliq yasash kerak. Bu nuqta nazardan hatto kasbiy muzikantlarmi uni faqat chelishni bilgan bilan buniki ilmiy tadqiqotini tushunmagandiki mushahatdan nurg'un kasb muzikantlar buniki ovozining nad nuqson borligini o'zim bilmaydi. Satani ovozining bunda g'ij chiqib qoldigan ba'zan bundaqaligi bir tuvan yoki quloq yoqmaslikdek bir xil mushlaq bir ovoz berishi mush bosh qismga qattiq yuqori texnika bilan boshni yasab chiqish kerak. Shu chog'da andagi buni ovozi ko'nglimizdagidek odamni g'adoqdan chiqargan satov chiqadi. Shu aynak boshqadek ishlab ketamiz. Buni teshidek siliq bo'lsa, texi yaxshi ekan. Texi yaxshi. Ammo boshninki sat chiroyli bo'lishining ovozi munosabati yo'q. Boshninki teshining sat siliq bilan munosabati. Ovozi munosabati yo'q. İçindeki maksat gap ichida. Chuqum talablar, buning tashqi ko'rinishining chiroyligi u bir san'at o. Lekin sat chiroyli yoslashning ovozi munosib yo'q. Lekin bu chuqum cho'nqur tezlik mushiningki yoslash texnikasini chuqum ko'nglimizdek qattiq texnik buni bilan saplab turib mana ishlab chiqish kerak. Endi qilmasak bu soz zot halaklar soz bo'lib chiqadi. Bu na tushunishni bilingan bu. Ama şunu yasavatkalımı bir kalsa manço, paydınız kıymeti var bir gap geçiyor mu?